Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, mana bugun xudo xolasa elektrический mototsikl Toshkent viloyati Bo'ka tumanining o'ziga sotildi. Kredit asosida narxi 18 million so'm bo'ldi. Akkumulyatorlari 62 talik akkumulyator 6 dona, 1800 milliya, 1800 motor, bir zaryad bilan 80 km yurib beradi. Bir oy kafolati bilan beriladi. Kimga shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. 12 ta viloyatda ham dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Kreditlar ochilgan mahallada hokim yordamchisiga ariza topshirasizlar, tavsiyanoma beradi. Yagona darchadan elektronniy qilich parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Mahsulotni ko'rib oldingizmi jo'ra? Haydab ma'qul keldimi sizga? Yaxshi kunlarga xizmat qilsa, bundan tashqari benzinli mototsikllarimiz ham sotuvda tayyor holatda turibdi. Narx yuk olishi 300 kg dan boshlanib 4 tonnagacha mototsikllarimiz bor. Kabina, pol kabina, bez kabina hamma turidan Eldosh, Punji, Alep, Samasval hamma turdan mototsikllarimiz mavjud sotuvda. Kimga shunaqa mototsikllarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Benzinli mototsiklga 2000 km garantiya beriladi. Elektrический mototsiklimizga 1 oy kafolat beriladi. Zapchast hammasidan bor akalar. Taqdim etadi. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yan